O'zbekistondan Al Nassr stadioniga kelib Ronaldoni ko'rishgacha nech pul ketadi? Mana shu video orqali bilib olishingiz mumkin. Al Nassr yanvar oyida 6 ta uchrashuv o'tkazadi. Biz uchun eng ideal sana 10 va 17 yanvar. Chunki 12 yanvar kuni Al Hilol bilan derbi, 16 yanvarda Al Shabab bilan muhim o'yin bo'lib o'tadi. Bizda esa Ronaldoni 2 marta ko'rish imkoniyati bo'ladi. Ushbu sanalarda bordi kelib bilet narxi aviaselesda $450 atrofida. Booking.com orqali 4 yulduzli mehmonxonani chegirma bilan bir haftaga $350 ga olish mumkin. Buning ichida aeroportdan kutib olish, ertalab kuni olishda ham kiradi. Al Nassr o'yiniga biletlar $15 dan boshlanadi. Ikkita bilet uchun $30, mehmonxonadan stadionga taksi orqali $25-30 atrofida yetib olish mumkin. Saudiya Arabistoniga kelib Cristiano Ronaldoni jonli stadiondan ko'rish uchun taxminan $900-1100 atrofida sarflashingiz mumkin. Riyod shahriga kelib faqat futbol bilan cheklanib qolmaysiz. Bu yerda aylanish uchun Boulevard City, Mr. Beast bog'i, Wonder Garden kabi ajoyib dam olish joylari bor. Bundan tashqari istasangiz Makka va Madina shahriga borib ziyorat qilib kelsangiz ham bo'ladi. Yangi yilda bu ajoyib sayohatni amalga oshirgan bo'larmidingiz? Bu videoni Ronaldoni real hayotda ko'rmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yuborib qo'ying.